Assalomu alaykum kulgi shinavandalari, askiya ishqibozlari. Mana bugun biz Uchko'prik tumanidagi 20-musiqa va san'at maktabiga yosh askiyachilarning hisobot konsertiga to'plandik. Va albatta besabab emas, muhtaram yurtboshimizning Farg'ona viloyatlariga tashriflarda askiyaga juda katta e'tibor berildi. Har bir shahar tumanda askiya to'garaklar tashkil qilish to'g'risida chiroyli ko'rsatmalar berildi. Mana bugun biz shu hisobot konsertdamiz. Yigitlar, absalam. Jon assalom. Hisobot konserti beramiz deb musiqa maktabiga ham kelibsizlar. Marhamat, ichkariga. Askiya degan bir ajoyib san'at bor. Askiyani ilgari aytishardi, maktabi yo'q, maktabi bo'lsa domlasi yo'q deylardi. Muhtaram prezidentimizning sa'y harakatlari bilan 2023-yilda 222-qaror chiqdi. Askiya markazlari yaratildi, kitoblar yozildi. Mana Uchko'priklik askiyachilar 24-25-yildan beri respublika g'oliblari. Askiya arabcha so'z bo'lib, zakiylik, topqirlik, hozir javoblik degan ma'noni anglatadi. Askiya o'zbek xalqining nomoddiy madaniy merosidir. Biz askiyani o'rganishimiz va aka-ukalarimizga o'rgatishimiz kerak. O'zbek askiyasiga butun dunyo kuladi. Chunki UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Jon do'stim, Labbay, men sizni o'xshatdim. nimaga o'xshatdingiz? Onalarimiz va opalarimiz ishlatadigan ignaga o'xshatdim. Igna bo'lganidan nima qilardingiz? Orqangizdan ip o'tkazib, yostiqchaga sanchib qo'yardim. Nimamadani men ham sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Ignani akasi Andishonaga. Andishona bo'lsam nima qilardingiz? Qo'limga igna kirib ketmasin deb o'rta qo'limga tib olardi. Mana bu sharoitlarni ko'rib turib, qani endi men ham sheyga kirib bir changini qoqadigan changchi bo'lardim deganmisiz? Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Yaxshi ham o'qimaganim. Bitta fortepianoni 2 kishi cholyapti deganmisiz? Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Sozni eplolmasam ham hech bo'lmasa raqqosa bo'lib xaragirafak tashib berardim deganmisiz? Ana moqchilar, she'ring chiqdi. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? G'ichakni nomini topolmasdan ish qaqishni tutganmisiz? Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Qo'lingizga nayni ushatib qo'yganda, qaysi teshikdan pullayman deganmisiz? Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? O'r tepadagi tambirni ko'rsatib, bu qanaqa asbob desa, nomini bilmaymanmi, rubobga o'xshar ekan deganmisiz? Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Hech bo'lmasa ana doirani eplarman deganmisiz? Shetda qo'shiq aytsa bo'ladi, sizga hayronman-da. Nimaga? Tunu kuni hayvonot bog'iga borib, qafasdagi maymunga qarab ashulaqsiz. Nima deb? Sen kimsan u, men kimman? Mendan kissam chata bo'libsiz-ku. Nima bo'pti? Ish qafasdagi maymunga qarab ashulaqsiz. Nima deb? Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik deb. Men ketgandan keyin qafasdagi maymunning enasiga qarab ashlaqsiz-ku.
Nima dedi? Bolaligim seni sog'indim. Maymunni bolasini peshonasidan silab ashilla qilyapsiz. Nima deb? Otamga o'xshagan o'g'lim deb. Maymunni onasini qo'ltig'ingizga olib, bolasini yelkangizga chiqarib ashlaqsiz. Nima dedi? Qo'ynimda bir yoru, ko'nglimda bir yoru. Mendan chata bo'lsiz. Nima bo'pti? Maymunni enasiga qarab ashilla qilibsiz. Nima deb? Rayhon senga uylanaman, bo'shangamiz qafas bo'ladi deb. Doimo mana shunaqa kulgilar hamrohlaring bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Yoshlarimizga omad tilaymiz.